yuboring, Yura qo'lim sabimga og'riyapti. tegma, dada. Qo'yib yuboring dedim. Yurgin bu yoqqa deyapman senga. Tush. O't bu yoqqa. Ha, nima bo'ldi? Tinchlikmi o'g'lim? Dada. Oyi. Mana bu yo'qolgan pullar. Bu pullarni hammasini mana shu arzanda kelin ilib qo'ygan ekan. Yo'q, bu tuhmat, dadajon, oyijon. Ishonmanglar. Men olganim yo'q. Nimaga tuhmat qilar ekanman? Mana shu pullarni yashirgan joyingdan topib oldim-ku. Yashirganim yo'q. Kimdir shkafimga qo'ygandir, kimdir nomni qora qilmoqchi bo'lgandir. Iltimos dadajon, oyijon, mendan shubhalanmanglar. Men qilganim yo'q. Husnim qilgandir. O'chir ovozingni. Bo'ldi kelin. O'chir ovozingni. Sen kelinimga tuhmat qilmagan, tushundingmi? Oyi, dada, men mana bunaqangi xotin bilan yashashni istamayman. O'zingni bos. O'zingni bos. Ajrashaman bu bilan. Qo'ling bilan ushlab. Ko'zing bilan ko'rmaguncha hovliqma. To'g'ri aytdingiz dadajon. Boringizga shukr. Bu ishni men qilmadim. Rostdan. Rostdan ham balkim kelinda ayb yo'qdir. Tavba, nimalar deyapsan? O'g'lingiz biror marta yolg'on gap gapirganmi? Bo'ldi, bas qil. Yaxshilab eshitib olinglar. Shu gap shu yerda qolsin. Eshitgan quloqqa yaxshi emas. Agar bu gap ko'chaga chiqqanda eshitsam, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Keyin sen ham xotiningga o'dag'aylashni bas qil. Tushundingmi? Xo'p, dada. Bo'ldi. Pul topildi, muhimi shu. Otasi. Voy tavba, qayerga qo'yibman a? Nimani? Hozir qizim. Yur o'tir. Voy tavba. Voy o'lay. Hozir. Voy tavba. Qayerga qo'ydim a? Voy xudoyim a. Nima u? Shoshmay tur. Voy, mana topdim. Xudoyim. Endi gapirchi. Shunaqa gaplar. Kundan kunga jallakani mendan ko'ngli sovib ketyapti. Qaynonam ham avvalgiday emaslar. Ana bo'lsa kundan kunga uydagilarning mehrini qozonyapti. Mayli, xafa bo'lmagin qizim. Sen hamcha pismiqlarcha ish qilishga uringan. Ko'nglini olgan qaynonangni yo'l yo'riq qilgan. O'sha ovsiningga o'xshab, tushundingmi? Harakat qilaman. Ha, mana olgin. Ma, qo'lingni ber. Ma, ol, bekit. Nima bu? Menga qara. Buni ovsiningga ichirasan. Choyiga qo'shasanmi? Ovqatiga qo'shasanmi? Ish qilib nimaga bo'lsa ham qo'shib ichirishing kerak. Tushundingmi? Ha. Iltimosimni yerda qoldirmabsiz, rahmat oyi. Men seni baxting uchun hamma narsaga tayyorman. Ish qilib ering bilan oralaring yaxshi bo'lib ketsin. Kuyovingiz haydab yuborsalar nima qilardim? Rosa qo'rqdim. Voy, yaxshi ham sevib turmush qurmagansan, a? Ularni faqat shu paytgacha men yoqtirganman. Ular bo'lsa befarqlar. Hech ham xavotir olma. Keyingi safarchi eringga, o'sha kuyovimga bir narsalar tayyorlatib kelaman. Yedirib, ichirib qo'ysang, hammasi yaxshi bo'ladi. Tushundingmi? Ana undan keyin o'zing ko'rasan nima bo'lishini. Bir ko'raylikchi sizni kuchingizni. Faqatchi kuchimni ko'rasan, sezdirib qo'ymagin. Tushundingmi? Hali hammasi yaxshi bo'ladi, ko'rasan. Zo'r bo'ladi. Xo'p.
Kenayi, nima qilyapsiz? Qo'lingizdagi dorimi? Ha, damlama, oddiy. Boshim og'rig'iga. Qanaqa damlama? Oddiy. Boshim og'riyotgandi. Yaxshi. Voy, Kenayi, ichmadingiz-ku doringizni? Hozir yaxshiman. Kechroq icharman dorini. Mayli, o'zingiz bilasiz. Tinchlikmi, Samiraxon? Bilmadim. Kenayim o'zlarini g'alati tutyapti. Ha mayli, qo'yavering. Durdonaxon, Labbay. ishlaringizni qilib bo'ldingizmi? Keling, sizga issiqqina novvoy choy damladim. Hozir. Rosa charchagandirsiz, a? Oling, quvvat bo'ladi. Ichib oling. Mayli, keyinroq icharman. Voy, oling, quvvat bo'ladi. Ertalabdan beri tinganingiz yo'q. Oling. Voy, rahmat. Hozir Oyjon chiqsalar yana ish buyuradilar. Yana qolib ketadi. Ungacha ichib oling. Hammasini iching, hammasini iching. Ha, zo'r bo'ling. Voy, Oh, voy, rahmat kattakon. bering, yuvib qo'yaman. Voy, o'zim yuvaman. Yo'q, Oyjon bilan dadajon xonalardan chiqquncha u bir narsa yeb oling, xo'p? Xo'p, Keyin ulardan uyalib baribir hech narsa yeya olmaymiz ikkalamiz ham. xo'p. Kelin poshshalar, Oyim, Labbay oyijon. menga qarang. Qarang. Tez ko'k choy damlab olib kelinglar. Ana men o'zim, yuring. Voy, Odamni qo'rqitib yubording, ey. nimaga qo'rqasiz? Azroilmanmi? Nimaga bilan xonamizga olib kiryapsan? Unda ko'ra shularni berkitmasdan oshxonada yesang bo'ladi-ku. O'zimga emas, sizga olib keldim. Hozirgina pishirdim. Oyjon aytdilar. Boring, yeringizga olib chiqing dedilar. Lekin bekor qilibsan. Hozir ishtaham yo'q. Qornim to'q. Iltimos, bitta yeb ko'ring. Yo'q. Mazasi Yo'q, og'zingizda yo'q, qoladi. yo'q. Yeng, tishlang. Iltimos bitta. Hop. Qalay, zo'rmi? Ming. Yalpizli choy. Oh. Rahmat. Yoqdimi? Zo'r chiqibdi. Qolganlarini ham yeng. Yo'q, keyin yeyman. Men endi ko'chaga chiqay, ishlarim bor biroz. Hammasini hal qilib qo'yishim kerak. Voy nimaga? Hozir cho'milib chiqdingiz, shamollisiz. Oh. Ishlarim bor, qaytib kelaman keyin, xo'p? Bo'pti. O'sha. Bo'pti. Voy. Tuproq qayerdan keldi ekan? Kechki payt uylarni tozalagandim. Voy. Osinjon, yaxshi dam oldingizmi? Charchamadingizmi? Oshxonada siz uchun choy tayyorlab qo'ydim. Ichib oling.
Rahmat opajon. Avval ishlarni qilib oling. Ish qochib ketmaydi. Choyingizni iching oldin. Qanaqasiz, voy? Opa, buni qarang. Ostonamiz tagida tuproq turibdi. Qayerdan kelishi mumkin? Voy o'lay. Kecha kechki payt hamma joyni chinni-chiroq qilib tozalagandim. Bilmasam, ha mushuk keldimikin, a? Hayronman. Mayli, hozir tozalab qo'yaman. Qarang. Bu sizga. Voy. Rahmat. O'zi shokolad yegim kelib turgandi. Ko'ngil yaqinda. Bemalol yeyvering. Rahmat. Osh bo'lsin. O'qishga ketayotganimda yana nimadir kerak bo'lsa, yegiz kelgan bo'lsa aytsangiz olib kelaman. Rahmat, boringizga shukr, opa. Durdonaxon, mana shu akajoningizni kiyimlarini yuvib qo'ying. Ko'ryapsiz, o'qishga borib o'zimni sira ham vaqtim bo'lmayapti. Agar qo'lda yuvsangiz yana ham yaxshi bo'lardi. Bilasiz-ku akajoningizni Fil. Ziyodaxon, tinchlikmi? Nega kirlaringizni ovsinizga beryapsiz? Oyijon, ming bor uzr. O'qishdan kech kelyapman. Vaqtim bo'lmaydi. Axir bu og'ir oyoq bo'lsa, kuni bilan tinimi bo'lmasa, Bilaman. Ha endi kun bo'yi uyda o'tiradi. Ko'proq harakat qilsa haligi. juda ham harakati ko'p o'zi. Homilador ahvolda tinayotgani yo'q. Siz nima ish qilyapsiz? Ozgina siz ham harakat qiling. Eringizni kirlarini ham yuvib olmay qoldingizmi, kelin poshsha? Uzr, oyijon. Oyijon, uzr. Muncha lallaymasangiz, kelin poshsha. Homilador bo'lsangiz, o'zingizni sal ehtiyot qiling. Nima desa xo'p deb turavermasdan. Xo'p. Tavba. Samira. Samira. Labi oyijon. Labi oyi. Uchta ayoldan bittangam ko'rinmaysan-a. Keninglaring qayerda qolishdi? Hozirgina Ziyoda o'qishdan keladi, u ham yo'q. Oyi o'niz keldi-yu, ovsinini yuring xonamga deb olib kirib ketdi. Gap bu yoqda degan. Ikkalasi g'iybatlashib o'tirishibdi. Meni g'iybatimni qilib. Bilmasam, qo'yavering oyi. Ularni nima qilasiz? Ha, ishi bo'lsa chiqib qilishadi. Kechki ovqatga harakatni boshlashsin. Hali erta-ku. Qiyinroq ovqat aytaman. Ikkalasi baravar o'tirib qilishadi, g'iybatlashmasdan. Chuchvara aytsammikin yoki norin? Voy, norin qilish qiyin-ku, oyi. Chuchvara qila qolishsin. Balkim lag'mon cho'zishar. Men xamir ovqat yemayman. Menga alohida ovqat qilishsin. Bo'pti. Bittasiga quyuq ovqat deyman, bittasiga suyuq ovqat. Lekin chuchvarani tugishadi. Mayda danakday bo'lsin. Lekin anchadan beri laganga suzilgan, piyoz dog'lab, qatiqlab, murichlab, rayhonlar yegim kelyapti. Unda bittasi shirinlik tayyorlasin, oyi. Mayli aytamiz. Ish qilib ikkalasi ahil, inoq bo'lib yashashsa bo'ldi-da. Ular urushib qolishsa, ularni yarashtira olmay o'tiraman undan keyin. Oyi, Durdona kenayim hamma ishlarni qilyapti-ku. Nega janjallashadi? To'g'ri aytasan. Baraka topsin. O'g'lim bu qizni tanlab xato qilmagan ekan. To'g'ri, boshida ko'nglim chopmagan edi. Yetim qiz ekan deb yaxshi qabul qilmovdim. Ammo ko'z tegmasin. Juda muloyim, mehnatkash ayol. Agar ikkala kelinim ham Ziyodaga o'xshasa bormi? Hamma ishni o'zim qilar ekanman-da. Yoki men qilarmidim? Voy, sena ish qilarmiding? Mayli, oyi. Men ichkarida darslarimni qilay. Mayli. Aytgin kenaylaringga. Xo'p.
kiring. Kira qoling. Oy, Nima gapingiz bor edi o'zi? hech gapim yo'q. Ozgina gaplashib o'tiraylik degandim. Tezroq chiqishim kerak edi-da. Voy, qayoqqa chiqasiz? Chiqasiz, namuncha shoshasiz. Uydamiz-ku, tavba qildim. Opa, oyijonim jahllari chiqishi mumkin. Ikkalamiz gaplashib turganimizni ko'rsalar jahllari chiqadi. Ulguramiz, xavotir olmang. Qarang, buni kecha do'kondan oldim. Siz uchun ataylabdan. Oling. Voy, o'zimning narsalarim bor-ku. Bilaman. Mendan sizga sovg'a deyapman. Olavering. Rahmat. Arzimaydi. Durdonaxon, bilasizmi, oyijon bilan qaynisinglimizga aytganlarini hadeb ko'rmang, xo'p? Boshimizga chiqadi ertaga. Ular bizni faqat ishlatishni bilishadi. To'g'risida, bu yetgan qiz bo'lsa, erta-indin erga tegaman deb turibdi. Qo'lini hatto sovuq suvga urgani yo'q. Unaqa demang. O'zimiz ham qizlik davrimizda ish qilmaganmiz-ku. Yo'q, nima deganingiz bu? Kelin bo'lgandan keyin qiladi. Men unaqa emasman. Bu qaynisinglimizchi, ertaga turmushga chiqqandan keyin biror bir ish qilishiga ko'zim yetmaydi. Qaytib kelib o'tirmasa bo'ldi boshimizga. Voy, sekiroq gapiring, eshitib qolishlari mumkin. Ha-ya, Keyin ikkalamizni ham haydab yuborishadi. qo'rqmang. Bo'ldi, borini gapiryapman. O'zingiz ko'ryapsiz-ku. Ha, bu kelin bo'lib tushganimizdan beri biron bir ish qilganini ko'rganimiz yo'q. Dardi fikri erga tegish tavba qildim. Ersirab qolganga o'xshaydi. Bu uchun rahmat. Mayli, men chiqa qolay. Ishlarim qolib ketyapti. Yana ish deysiz. O'tiring, ozgina gaplashib o'tiraylik. Yo'q, menga noqulay. Kelinlar. Oyjon chaqiryaptilar. Ha, chaqiryaptilar. Chiqamizda. Kelinlar. Kelinlar. Labay oyjon. Beri kelinglar tez. Hozir. Maslahatli ish bor. Qanavsiniz? Chiqyaptilar oyjon. Labay oyijon. Qani, kelinglar. Bir maslahatli ish chiqib oldi. Mayli, Bugun keling. hech kim hech qayerga bormaydi. Tushunarlimi? Voy, oyijon, men bugun dam olish kuni bo'lgani uchun uyga borib kelmoqchi edim. Ota-onamni ko'rib kelay. Hech kim hech qayerga bormaydi dedimmi? Demak yo'q. Bugun Samiraga sovchilar kelar ekan. Oh, Hamma uyda bo'lishi shart. rostdanmi? Yaxshi-ku. Namuncha xursandsiz? O'zi? Hamma yoqni yaltiratinglar, xo'pmi? Bitta suyuq, bitta quyuq ovqat solinglar. Keyin salat bo'lsin. Chiroyli salatlar bo'lsin, yeyiladigan bo'lsin. Mayonezsiz, xo'pmi? Ha, Samirxon o'zlari qayerdalar? Qayerda bo'lardi, uxlayapti? Erta turishni o'rgansalar bo'lar, turib bizga ishlarimizga qarashib borsalar. Hoy, kelin poshsha, siz aralashmang hali. Hali ancha bor aralashishingizga. Boshiga tushsa, o'zi biladi nima qilish kerakligini. Aytdim, qo'ydim. Qaynisinglim bo'lgani uchun jonim achyapti, oyijon. Yo'q. Qayg'urmay qo'ya qoling. Voy, hali biza o'taylik. Ana undan keyin xo'jayinchilik qilasizlar. Yaxshi ham, hozir biza bor ekanmiz. Sovchilar tanish odamlarmi? Kelganda ko'rasiz. Sovchilar kelsin. O'zim Samiraxonni rostayam maqtab boraman. Yo'q, maqtaman kerak emas. Ish qilib bema'ni gaplarni gapirib yormasdan jim o'tirsalaring bo'ldi. Bora qolinglar. Bilib ishlaringni Xo'p, qilinglar. bo'ladi. Suyuq quyuq esdan chiqmasin, ha? Xo'p. Bora qolinglar. Salatlar bilan. Xo'p, oyijon. Singlimga bir telefon qiling. Bo'sh bo'lsa kelsin. Alo. Sovchilar durust oiladan shekilli-a? Taniysizmi siz? To'g'risini aytsam, ha, sal-pal taniyman. Bu nima deganingiz? Bir dugona mahallamizdan yaxshi, namunali oiladan qiz izlayotgandi. O'shalarga men tavsiya qildim. Esingizni yeb qo'yibsiz. Bekor qildingiz.
Nimaga unaqa deyapsiz? Shu qizni kelin qilgan odam baraka topadi deb o'ylayapsizmi? Qo'liga supurgi olmaganim. Qayinsinglim-ku, baxti ochilsa yaxshi. Mana men aytdi dersiz. Bu o'rtada turganingiz uchun siz uyalib qolasiz. Unaqa niyat qilmang. Ilohim baxtli bo'lib ketishsin. Bo'lsin, baxtli bo'lsin shu. Tinib tinchib ketishsa bizga ham yaxshi-ku. Ovsin. Opa singilmiz-ku, to'g'rimi? Dardimizni bo'lishamiz, sirimni sizga aytaman. Hozir bir gap aytaman, faqat hech kim eshitmasin, xo'p? Ishondim, qarang lekin. Shu Samirani umuman yoqtirmayman. Nimaga? Tantiq. Bizga umuman qarashmaydi. Voy, qiziqsiz-a? Axir bir emas, ikkita kinoyisi bo'lgandan keyin erkalanadi-da. Cho'rilikka kelganmizmi biz? Biz ham odammiz. Kinoyisi bo'lsak bo'pmiz. Mayli, qaytaga turmushga chiqib ketsa qutulamiz. Unda siz salatlarni boshlang, men oshni damlayman. Xo'p. Nima salat qilay? O'zingizga yoqqan salatni qilavering. Ha, onasi? Tinchlikmi? Hayoling parishon. Ayo, o'zim shunchaki. Sovchilarni eson-omon kuzatib yordingmi? Ha, boya ketishuvdi. Kechki payt telefon qilaman deyishuvdi. Lekin negadir qilishmayapti. Qizimiz ma'qul kelmagan bo'lsa-ya. Qo'yaver. Agar taqdir nasib qilgan bo'lsa, to'y o'zidan o'zi bo'lib ketaveradi. Nasib qilmagan bo'lsa, sen bilan men ming harakat qilaylik, baribir hech narsa bo'lmaydi. Mahalla kuydan surishtiraman deb ketishuvdi. Mahallada birortasi bizni yomonlab qo'ymasmikin? Qiziqsan, onasi? Nega bizni yomonlashadi? Axir sen bilan men mahallada hech kimga yomonlik qilmagan bo'lsak. To'g'ri. Lekin baribir bilib bo'ladimi? Do'stdan ko'ra dushman ko'proq. Ko'nglingni to'q qilaver. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'pti. Samira, Ha, oyi. Behki. Kel qizim. Ha, oyi. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Xo'sh. Kuyov senga yoqdimi? Boya ko'rishdilaring-ku. Demak, sukut alomati bu rizolik alomati. Oyijon, yana biroz ishlasammi degandim. Ish qochib ketmaydi bolam. Oila haqida o'ylash kerak o'z vaqtida. Kecha kelinlaring seni malomat qilishdi. Nimaga oyi? Qiziz turmushga chiqish arafasida ammo lekin hech narsani bilmaydi. Osh-ovqatlarni, ro'zg'or tutishlarni bilmaydi deyishdi. Tavba. Ularning men bilan nima ishi bor? Men ularning ishiga aralashganim yo'q-ku. Yo'q. Ularning gapida jon bor. Men seni juda ham erkalatib katta qildim-da. O'qish deding, ish deding. Uy ishlarni ham o'rgansang yomon bo'lmasdi. Ertaga borar joyingda meni uyaltirib qo'ymaysanmi? Ota-onasiga la'nat degan gapni eshitmaymanmi? Voy, oyi, u ishlarni qilishni bilaman-ku. Faqat shu kinaylarim borligi uchun indamayman. Mayli. Xamir ovqatlarni qaytarib turgin, xo'pmi? Keninglaringga qarashib olsang, qo'ling ham o'rganadi, ko'zing ham pishadi. Ertaga shular emasmi? Seni ham yaxshilaydigan, ham yomonlaydigan. Xo'p, oyi, tushundim. Bo'pti, ishlaringni Unda men qil. borib qolay. Mayli. Yaxshilab o'yla bolam. Xo'p. Dadasi. Yo, o'zim qo'ng'iroq qilib so'rasammikan? Bu nima deganing?
Jallaka. Jallaka. Nima deysan? Seniz. Kechasi kirib kelyapti. Ishdan kelyapman deb. Nima seni boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Senimi tinch qo'y. Meni jonim achigandan gapiryapman. Erta-indin to'yi bo'ladigan qiz. Qorong'igacha nima qilib yuradi? Senga nima deyapman? Uyatda endi. Ikkita katta akasi bo'lib, yarim kechasigacha ko'chada yurishi. O'chir ovozingni. To'g'risini aytyapman. Nima? Men ham bitta narsani bilmasam gapirmasam kerak. Bu bilan nima demoqchisan? Gapir. Shunchaki singlizga qattiqroq turing demoqchiman, xolos. Nima, to'g'risida? Tavba qildim. Voy. Assalomu alaykum aka. Paytgacha qayerda yuribsan? Ishdan chiqib, Kimni mashinasida kelding? Men sendan so'rayapman, kimni mashinasida kelding? aka, nimaga menga baqiryapsiz? Bilib qo'y. Yana bir marta uyga kech bo'lganda keladigan bo'lsang, menda yaxshilik kutma. Hoy, nima bo'lyapti? Nega bunga baqirasan? Shu paytgacha qayerlarda yuribdi buningiz? Nimaga begona mashina olib kelib tashlayapti? Bu gapni qayerdan olding, o'g'lim? Bugun uchrashuvga chiqish kerak edi. Bo'lajak kuyov bilan uchrashdi, o'sha olib kelib tashlab ketgandir-da. Bilib bilmasdan turib seningni bekorga xafa qilding, bolam. Oyi, hali Fotihasi to'y bo'lmasdan turib, bunaqa bemahal yurmasin ko'chada. Boshqa qaytarilmasin. Tavba. Nega bu bola bunchalik o'zgarib qoldi, ha? Qaynisinglim shundoq badavlat joyga tegsa, albatta menga alam qiladi. Yaxshisi to'yni to'xtatishim kerak. Nima qilsam ekan? Nima bo'lganda ham kuyov tarafni aytishim kerak. Lekin bu ishni o'zimni qo'lim bilan qila olmayman. Agar o'zimni qo'li bilan to'xtatsam, nur ustiga havo nur bo'ladi. Ovsinjon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat, yaxshi. Anu kelishuvdi-yu sovchilar, bo'lajak qidalar. Menga qo'ng'iroq qilishgandi. Sizni raqamingizni berib yubordim. Oyjonni so'radilar. Yaxshi, lekin hali qo'ng'iroq qilishmadi. Oyijonning raqamlarini bersangiz yaxshi edi. Oyjonni telefon raqamlari o'chgan ekan. Telefon qilib tusha olmayapmiz degandi, sizni raqamingizni berdim. Mayli, agar qo'ng'iroq qilsa Oyijonga beraman. Xo'p, xo'p. Mana buni qaynonangning choyiga. Mana bunisini esa eringga berasan. Eringni qo'lga olishing kerak. To'g'ri aytasiz, erimni qo'lga olishim kerak, oyi. Men bilan ajrashib ketishi hech gap emas bunaqada. Mana meni aytdi deysan. Albatta qo'lingga olasan. Mana bu narsalarni hech kim bilmasin. Tushundingmi? Xo'p. O'zi dadam qachon keladilar? Kechroq kelaman degandilar. Tezroq keta qolganing yaxshi. Mana bu narsalarni ko'rib qolmasinlar tag'in, ha? Ko'rib qolsalar yomon bo'ladi. To'g'ri aytasiz.
Erimga ham shu oldingi berganlaringiz endi ta'sir qilyaptimi deyman. Nima? Sekin asta gapimga quloq soladigan bo'lib qoldi. Rostdanmi? Voy, hali ko'rasan, chizgan chizig'ingdan chiqmaydigan bo'lib qoladi. Qizim. Oh, shunaqa bo'lsin. Shunaqa bo'lsin. Ey qizim, qizim, ish qilib tinib, tinchib ketganda. Aytganingiz kelsin. Bularni yesa ko'proq yaxshi yashab ketaman. Qizim, mengacha faqat seni baxting kerak. Shu haftacha uyingga boraman. Voy, qaynonangga shunaqa atab qo'yganlarim bor, hali ko'rasan. Shundoq og'zini moylab kelaman. Yaxshi bo'lardi, oyi. Bilasiz-ku, oyi. Qaynonam boylikka uch. Bilaman qizim. Qani bo'l. Dadang kelib qolmasdan keta qol. Ol narsalaring, yur. Yur qizim. Yur. Xo'p, oyi. Oy. Allo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, yaxshi rahmat. Samira, bilasanmi, uyimdagilar negadir o'zgarib qolishdi. Tushunmadim. Nimaga? Shu hafta uyingga unashtiruvni o'tkazmoqchi bo'lib borishmoqchi edi. Lekin oyimga kimdir sizlar haqingizda yomon gaplar yetkazibdi. Nima? Ha, hozirgina oyimga telefon qilib gapirdilar. Hali eshitmadingmi? Yo'q. Samira, uzr. Men onamni norozi qilib senga uylana olmayman. Axir nima gap o'zi aytsangiz-chi? Uchrashuvda men senga aytgandim, yigiting yo'qmi deb. Sen esa yo'q deganding. Yo'q. Hozir esa biz buni butunlay teskarisini eshitdik. Kim gapiribdi? Uzr, to'y bo'lmaydi, Samira. Hayır. Shosh. Nimalar bo'lyapti o'zi? Tushunmayapman. Kim gapirgan bo'lsam o'ziga qaytsin. Qizimda kimni husumati bor ekan? Qo'ysangchi onasi. Bo'ldi, oyijon. Ko'p ham buncha siqilmagan. Qo'y. Yo'q. Eshitdingizmi gaplarini? Kimdir qizimga tuhmat qilibdi. Yurarmish debdi. Odamlar gapiraveradi, qo'ysangchi onasi. Taqdir bo'lsa, agar butun dunyo qarshi bo'lsa ham to'y bo'laveradi. To'g'ri. Agar taqdir bo'lmasa, mana shunaqangi arzimagan narsalar bilan ham tayyor bo'ladigan to'y buzilib ham ketaveradi. Kim gapirgan bo'lishi mumkin? Qo'ni qo'shnilarmikina? Kimga yomonlik qildik biz dadasi? Kimga yomonlik qildik? Siqilma onasi. Kiyingani bilan baribir foydasi yo'q. To'g'ri. Bekorga o'zingni kasal qilganing qoladi. Shu qo'shnilarim chatoq chiqdi-da. G'iybatchi, rosa g'iybatchi. Tavba. Oyijon, adajon to'g'ri aytyaptilar. Kuyinmang, hali ko'rasiz, o'sha sovchilar albatta qaytib kelishadi. Xudo xolasa undan ham yaxshi o'ylada sovchi keladi. Ayol xudo shunday gapirdi. Go'yo qizingiz yengil tabiatli ekan, kimlar bilandir yurgan ekan. Bu qanday tuhmat bu? Oyijon. Tuhmat oyijon. Qo'yavering. Hali ko'rasiz. Kim gapirgan bo'lsa, o'sha odam chiqib keladi. Ha? Indamay ketsam mayli edi. Shuncha gap so'zlar, tuhmatlar hammasi ortiqcha bo'ldi. Bolamni ahvoli nima kechadi endi? Qarindosh urug'larga hammasiga shu hafta non sindiramiz deganman. Onasi. Qarindosh urug'qa o'zim yotoq bilan tushuntiraman. Oyijon. Muhimi, sen o'zingni ehtiyot qil. Birovlarni gapiga parvo qilma. Ana qizim ishi, shunaqangi yaxshi joylarga kelin bo'lsin. Gapirganlarni o'zi uyalib qoladi. To'g'ri aytasiz adajon. Mana men aytdi deysan. Oyijon, yig'lamang. Kasal bo'lib qolasiz bunaqada.
Jalla aka. Sizga issiqqina kofe damlab keldim. Rahmat. O'zi kofe ichgim kelib turuvdi. Ichib oling. Voy. Jalla aka, hozircha oshxonaga kirsam g'alati bo'lib ketdim. Nimaga? Nima bo'ldi? Oyijon idishlarni o'zlari yuvayotgan ekanlar. Boya ovsinim idishlarni o'zim yuvaman deganlariga indamay chiqib ketib qolgandim. Qayoqdan bilaman Oyijonga tashab qo'yishini. O'zichi kecha o'qishdan kelgan vaqtimda ham Oyijon ovqat qilayotgan ekanlar. Men qara shunaqa vaqtda o'zing tez ovqat qilmaysanmi? Nima deganingiz bu? Men qarab o'tirganim yo'q. Darrov borib ovqatni qo'limga oldim. Oyijonga ish qildirib qo'yarmidim? Lekinchi ovsinim pismiqqina ekan. Nimaga har doim o'zi hamma ishlarni shu kichkina kelin qilyotdi? Avval shunaqa edi, lekin hozir unaqa emas. Homilador bo'lib o'zgarib qolgan. Bahonasi bitta. Men homiladorman. Uyga kirib dam olsam maylimi? Voy ko'nglim aynayapti. Voy boshim og'riyapti deb qochib qolgan. Men qara sen ham mana shunaqa paytda yordam bergin. O'zingda katta kelin yasab olmasdan. Qachon shunaqa qildim? Shundoq ham uyda hamma ish o'zimga qolib ketgan. Men bechora o'qishga borsam ertalab, yana o'qishdan kelib uy ro'zg'or ishlari bilan shug'ullansam. Men qara ish bilan odam o'lmaydi. Yordamlashsang biror joying kamaymaydi. Men ko'chdan qochmayman. Lekin anov ovsini mug'ombir chiqdi. Hamma ishchi yo'g'imda Oyijonga qildiryapti. Shunisi chatoq. Menga qarang, bu gaplarimni Oyijonga aytib yurmay, xo'p? Bor unda ko'ra biror ish bo'lsa chiqib qarashga. Oyim o'zlari ishlab yurmasinlar. Xo'p. Bo'pti. Kofeni ham zahar qildilaring.